Yaponlar koreyslarda qo'rqinchli qiynoqlarni sinab ko'rgani haqida eshitganmisiz? Sodemun Koreya tarixidagi eng qo'rqinchli joylardan biri hisoblanadi. Bu qamoqxona koreyslarni qiynash va ruhiyatini sindirish maqsadida ishlatilgan. Bundan oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz koreyslar nima uchun qamalganini. Demak, ular qanday qiyinchiliklarga uchradi? Yaponlar koreys mahbuslarni bitta kameraga shunchalik ko'p joylashtirishganki, ba'zi kameralar ichida hatto o'tirishga ham joy bo'lmagan. Mahbuslar soatlab, ba'zan esa tun bo'yi faqat tik turishga majbur bo'lishgan. Kameralar tor, sovuq va havo ham aylanmasdi. Hojatxona esa kameraning bir burchagidagi idish bo'lgan xolos. Shuning uchun bakteriya va hidlar juda tez tarqalgan. Yana maxsus quti ichiga odam joylashtirilgan, unda inson umuman qimirlashining ilojisi bo'lmagan. Quti ochilganda odam yura olmay birdan yuzi bilan yiqilgan. Bundan tashqari suv bilan qiynoqlar. Sovuq kunda sovuq suv sepish, suvni majburan ichirish, toki nafasi bo'g'ilib, qorni shishib ketmagunicha. Suv ichida tikka turish, kaltaklashni aytmasa ham bo'ladi. Bu shunchaki Koreya ozodligini so'ragan odamlar uchun qo'llanilgan qiynoqlar. Bu voqea haqida ishlangan film ham bor. Agar uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin.